Assalomu alaykum hammaga. Milliy sertifikatga tushgan original misollarni yechishni ko'rishni davom ettiramiz. Demak, bu yerda ifodani soddalashtirishimiz kerak. Buni ishlashimiz uchun hammasini tub ko'paytuvchilarga ajratib chiqamiz. Demak, tub ko'paytuvchilarga ajratish qanaqa bo'ladi? Mana bu 4 bu 2 ning kvadrati, to'g'rimi? Mana 2 ning kvadrati ko'paygan. Bu 4 ham 2 ning kvadrati. Shunda 2 ning 2x minus 2 darajasi bo'ladi. Daraja ko'payadi. Xo'p, bu 3 darajada 2x plus 1 minus 12 ni ko'paytuvchilarga ajratsak, bu 2 ning kvadrati kara 3 bo'ladi-ku. O'shaning uchun 2 ning 2x plus 2 darajasi bo'ladi-da, ko'paytirilgan 3 ning x plus 1 darajasi bo'ladi. Keyin ko'paytirilgan 3 ning x plus 2 darajasi. Makhraj 36 ni 2 ning kvadrati 2 ning kvadrati 3 kvadrati deb yozsak bo'ladi. O'shanda 2 ning ham 2x darajasi bo'ladi, 3 ning ham 2x darajasi bo'ladi. 8 ni 2 ning kubi deb yozamiz. Plus 9 bu 3 ning kvadrati bo'lgani uchun 2x darajasi bo'ladi. Ko'paygan 2 ning 2x plus 1 darajasi. Mana endi barobar. Bir xil asosiylarni darajalarini qo'shib olamiz. Minus 2 darajalarni qo'shsak 2x bo'ladi. Ko'paytirilgan 3 darajada 2x plus 1 minus 2 yozamizda 2x plus 2 yozamiz. 3 yozib darajalarni qo'shsak 2x plus 3 bo'ladi. Makhraj esa 2 darajada 2x plus 3 ko'paytirilgan 3 darajada 2x plus 3 darajada 2x ko'paytirilgan 2 darajada 2x plus 1. Bu yerda tepadan minus 2 darajada 2x bilan 3 darajada 2x ni chiqarib olamiz. O'shanda havuz ichida 3 dan bitta qoladi. Plus 2 dan 2 ta, 3 dan 3 ta qoladi. Pastda ham 2 darajada 2x ni 3 darajada 2x ni chiqarib oladigan bo'lsak, 2 dan 3 ta qoladi. Plus bu yerda esa 2 dan bitta qolar ekan. Endi mana bu ifodalarni qisqartiramiz. Tepada nima qoldi? Minus bu 4, bu 27, 108, 111 qoldi tepada. Pastda esa 8, 2, 10 qoldi. Buni yozsak minus 11,1 chiqadi. Demak, bizning javobimiz C varianti.